Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana hozir Behruzbek tug'ilgan kuniga o'tirgan ekanmiz. Do'stim, tabriklayman. Ishlaringga rivoj, hamma niyatli. Assalomu alaykum. Bo'ldi o'zi, u hech qanaqa niyating o'tmaydi. Bu odamni qara kelganini qara. Sen bir aytilmagan joyga kelasanmi? Yo'q. Shunaqa bitta odam borda, hech kim chaqirmasa ham likkillab kelaveradi. Qayerdan topdingiz bizni? Ha, istoriyangizdan ko'rdim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Mana lalakni olib keldim. Buni paxtasi Amerikadagi ikkita yirik kompaniyadan ishlab chiqariladi. Materiali Yaponiyaniki. Bu ani namligi tez shimadi. Shuning uchun bolaga ham allergiya bermaydi. Men nima qilaman lalakuyda? Bir hech o'ylab ko'rmadingizmi? Yo'q, bu nevaramga. Mana siz tug'ilgan kuningizga kompot olib keldim. Siz yolg'onchi ekansiz siz. Kompotim tugadi deydi Vyetnamda menga. Tugadi-ku. Ha, mana kuzgi mevalardan yangi yopdim-ku. Oxiri bog'ingizga o't qo'yib yuboraman-da sizni shu. Hech kompot yopolmaydigan qilib qo'yaman. O'tiring. Yaxshimisizlar? O, Aliye. Sal qol. Hey! Yeb turinglar hozir. Hey! Qo'ying, yemang, qo'ying. Biznesmen o'rtoqlarim keladi, o'shalar yop qo'yganman. Yemay turing. Tug'ilgan kun tugagandan keyin yeyverasiz. Ha, qolmasa-chi? Voy, yog'i jekpot endi. Olinglar-chi, qani. Nechiga kirdingiz endi do'stim? Yubiley. 50 ga kirdingizmi? Yo'q, qaynatam 200-kompotini olib keldi-da. Bankalarni olib ketdi, banka bozori bo'lib ketdi. Rast. O'rtoqlar, kuyovimni tug'ilgan kuniga ajoyib qo'shiq tayyorlab kelgan. Mana shuni aytib beraman. Qani ketdik. Kuyov, baribir ekan sizda yo'q. Menimcha bugun tug'ilgan kunda och qolsam kerak-ku. Kuyov. Sharm qanday qilyapsiz? Nima degani? Qani yeb turinglar-chi. O'rlab ovqat bermaysiz. Yana repertuarni boshladi. O'rlamang nerpasiz yo, mikrofon og'ziga tiqib qo'yaman. Hozir hammani oldi, kuyovim ovqat bermaydi, sharmanda qiladi. Haloyiq bor, kuyovim menga ovqat bermaydi. Uchuling. Rosa aqlda bular. Kompot berib ketaman bo'lmasa. Kompot berish, kompotini shuni. Ana, to'ychovda ham oldim. Endi taksi qilib soqqani bosam. Chakki birinchi kelayapti. Da, aylanib ishlab yuribmiz. Birinchi keyin. O'chir telefonni. Do'stim, hozir telefon qo'raman. Tinchlikmi jiga? Jigaring ichingda bo'ladi. Men brataniyman. Sen meni tanimayapsan shekilli, o'zing uchun bunday surishtirib olgin. Mani Qodir yaponskiy deyshadi. O'zbekchasiga yapon tovuq. Sen menga umuman panetga berma. Men panetga joyida bo'laman. Tushundingmi? Senga o'xshagan ko'pini ko'rganman, dalish ko'raman. Bir deganda shahardan yo'qib qo'yaman. Ko'p gapirma, asab ketaymi yoki hayda qorin och, kafega hayda. Ammo aka, lishni gapirmadim sizga. Sen nima menga lishni gapira olmaysan lishni? Sendan zo'r ham lishni gapira olmaysan. Tushundingmi? Men senga aytibman, bir deganda yo'qib qo'yaman shaharda. Qaytib taksomat qila olmaysan. Mani Qodir yaponskiy deyshadi. Yapon tovuq surishtirib olgin. Первый klichkam bundan. Hayda ko'p gapirma uka. Hop aka, hop. Vash chekkalarda bo'ladi bola. O, baraka toping. Ana, vakil. Baraka toping. Xo'p, qancha bo'libdi bizning xizmatimiz? 52 ming bo'libdi. 50 ming bering siz mayli. Yashang, umringizdan baraka toping. Endi bolam dil ketdi-da, hammaga ham emas lekin. Pulni o'rniga bitta chiroyli duo qilib qo'ysam-da, keyin oramiz ochiq. Nima dedingiz shunga? Pul beraymi yo chiroyli bitta duo qilib qo'yaymi bolam? Birinchi pulni berib keyin duo qilsangiz ham bo'ladi. Ya hech qachon pulga ko'ngil qo'ymang. Oxirati yomon bo'ladi. O'shanga ora-orada duo ham olib turish kerak-da. Men hammaga ham emas, dil ketgani uchun aytayapman. Men duo qilgan odamlarning eng yomoni ham biznesmen bo'lib, Mercedeslarda oxirgi chiqqan mashinalarda yurishibdi. O'sha men qilgan o'sha duolarning oqibatida. O'sha qatori sizni ham bitta chiroyli duo qilib qo'ysanda, keyin yo'llarimiz ayroq sekin ketaveramiz-a. Qani? Mashinalaringiz tagidan shabadalar o'tib tursin. Hech qachon yo'llaringiz bexatar bo'lib, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib, bundan-da yaxshi mashinalarda olib maza qilib yuravering. Allohu akbar. Ana, bu yog'i yaxshi bo'ldi. Mayli, bizga ruxsat, sog' bo'ling. Amaki hazillashyapsiz o'ylabman, xizmatchi. Hozir hazillashadigan davr emas bo'lam. 50 mingga olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, men 100 minglik duo qildim. 50 ming qarzdasiz o'zi. Mayli, unisiga roziman, siz ham rozi bo'lib qo'yavering. Pul kerak bo'lsa puli bor. Prosta duo qilgim keldi sizni. Bolam, rozi bo'lib qo'yavering-a. Mayli, sog' bo'ling. Bittasi mafiya, bittasi duogo'y. Birontasi pul bermay. Men qachon ko'karaman, ey? Aka uyga ketishga bir tin pulim qolmadi. Puldan yordam qilib turing. Uka, hozir pul bersam, ichasan-ki, to'g'risini ayt. Tanor ichasanmi? Ha.
O'tir onasi hamsa birga aytamiz. O'tir. Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qachongacha yuramiz mana shunaqa? Siqilib ketdim. Oilaga pul olib kelaydigan yoshga yetdingmi, yo'qmi? Ha, ish yo'q bo'lsa nima qilamiz? Men o'ylab chiqqan mana strategiyasini qurib chiqqanman. Ko'cha bo'lamiz. Ko'cha? Ha, mana shu yerdan o'tgan mashinalardan pul olamiz. Do'laga o'tkazamiz. Ha, shlagbaun kerak, shlagbaunga pul yo'q. Shlagbaun kerak emas. Buni bekorga yashab yuribdimi? Yotasan to'xtaydi. Bir narsa solaman. Solaman. Sen de ya baqimda nima qilib turasa solaman. Bo'ldi. O, hammasi rejam bo'yicha ketyapti. Chetga qo'shilamiz endi. Brat. Brat, menga qara, brat. Gap bor. Nima deyapsiz? Yo'qoli. Yaxkechi. Brat, menga qara endi. Hozir sen soqoling bitta yulaman. Ozgina olyapti-da. G'ariblar. Brat, menga qara. Ko'chaning oxiri ko'kcha bo'ladi, tushundingizmi, brat? Asamga turma. Sal yetmay qoldi-da yana. Qaytib ko'chalik qilmalaring. Xo'p bo'ladi, bratjon. Sog' bo'ling. Mayli. Tegdi, точку попала. Ketdimi? Ha, ketdi. Tili ketdi. Ko'rdingmi, bankdan chiqyapti. Boramiz, shuni bosamiz, bo'ldi. Pulini olaman-ku. Chiki baba deyman. Qodirmon sig'mayapti. Nima sig'maydi? O'laga sig'mayapti. Ha, Xonsaroyda 1+1 aksiyasi bo'layotgan ekan. Agar bitta uy sotib olsa, yana bitta uy yutib olishing mumkin ekan, tushunyapsanmi? O'shanga hozir boryapman, Xonsaroyda uyga. Akalar tinchlikmi? Sen bankdan chiqibsan, senda katta pul bor. Nima bo'libdi shunda? Ash pul bermasang, hozir bolalarim masalani hal qiladi. Aka sizlar bilan po'lat o'ynashga vaqti yo'q. Akalar qochinglarman o'tay. Tush. Qodirmon sig'mayapti. Ha, molini hal qilamizmi, yo'qmi? Qidiruvdan tanib qolsa problema. Qani? Ay quloqni tortma. Nima gap, akalar? Chekara qo'tir. Nima bu? Digl. Ha? 14 kalibrli AK-47 to'pponchasi. Detskilashma. Qodir to'pponchasini sindirdi. Pichoqtira, davay, pichoqtira. Hazillashma, asamga tegma, so'yib yuboraman. Chiqar pullar. Bu pichoqmi? Yo, bu barmoq aka, tushuntiryapman. Mana pichoq. Oy. Nima yana? Aka, o'n kalga o'tgan bering, kuchudanglar tanib qolaman, xavfli jinoyatchiman-da. Hozir 3 toningni ham ichib olaman. Ket yo'qol. Oni kalga o'tgan bermayapti. Bo'pti-da. O'ziga o'zi qilibdi-da. Qayga? Bikis tiqaman. Yo'q, kerak emas. Подожди, babuli hozir olib kelib beraman, ish chiqib qoldi. Do'stlar, mana shu YouTube kanalimizni o'zimizni shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.